Nexus 3 sotib oldik. 2019-yil propan gazlari bilan mexaniki 5100 baraka bo'ldi. 5400 sotuvga qo'yganmiz. Olinishini yozib ketasizlar. Shu pulga sizlar olib sotib olgan bo'larmidinglar? Olib sotishga. Narxini baland olinmaganmi? Yoki o'rtachani yozib ketasizlar. Minuvchiga narxi yaxshimi? Yoki olib sotishga ham shu narx 5400 yaxshimi yoki qimmatroqmi? O'zingizlar fikrlaringizni yozib ketasizlar. Mashina ma'lumotini berib ketamiz. Mashina yaxshi holatda. Firma endi o'zidan tanishli bo'lgani uchun ishonib oldik. Mana krilo bundoq tushgan. Mana shu rax bilan kelib, mana bundoq sepilgan. Hop, mana shu bu krilo to'liq sepilgan. 10 tomon oldi qanot to'liq kraska bo'lgan. Kalinkada ikkita bir xil petno tushgan shundoq. Krilo tepalariga chiqmagan, eshigiga o'tmagan. Keyin propan mana yengi, yaxshi propan qo'yib qo'yilgan. Balonlari mana yengidek. Holati yaxshi. Bu yoq o'sha kriloda ham xuddi o'sha kalinkasida petno tushgan. Hop, salon holatlari yurgani 212 ming yurgan. O'rtacha mana ko'ryapsizlar, holati yaxshi, akkuratni haydalgan. Mexanik 2019 4 yaxshi balon, propan gazlari bilan 5400 ga minutchiga narxi yaxshimi? Olib sotishga shu pulga mabodo chiqsanglar, mana ishonchli, biz o'zimiz javob beramiz. Olib sotsanglar ham bo'ladi. Agar narxi yaxshi bo'lsa, o'zingizlar fikrlaringizni yozib ketinglar, bu mashina narxi yaxshimi? Olinish narxini ham yozib ketinglar, qanaqa olingan.